Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Toshkent shahridan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib olasizlar. Xudo xolasa Qo'shqori Vistifkasidan video chiqarishimizni so'ragan akalarimiz ko'p edi. Bugungi video maxsus bo'ladi. Xudo xolasa birin-ketin hammasini qo'ldan kelganicha chiroyli obzor qilib beramiz. Sizlardan bitta like, kommentariya, xudo xolasa videolarimizni boshladik. Mana birinchi qo'rada aynan mashq qo'ylarimiz turib ekan. Endi hozir uzr aka, egalari bo'lsa bitta ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqorlarni ko'rib turibsizlar. Hammasi bir-biridan go'zal, yirik qo'chqorlar. Inshaalloh bugun ham bir umid qilamizki, rekordsmenlar chiqib, shu tarozlarni ham, ekstrellarni ham bir buzib yuboradiganlar chiqadi degan umiddamiz. Videolarimizni qism-qism joylab boramiz. Xudo xolasa hammasini kuzatib turasizlar degan umiddamiz. Aka, bu kimdan ekan bilmadinglarmi? Sizlardan emasmi? Mana akalar. Bu. Ha, Said Ikrom akaniki ekan. Mana bu tarafda Vulqon Uz. Kimdan ekan bular aka, bilmaysizlarmi? Egalari yo'q. Mana hurmatli obunachilar, endi iloji boricha qo'ldan kelgancha mana sifatlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. Narigi qo'rada shu sog'liqlarni doddalari bor ekan mana. Mana sog'liqlar. Hurmatli obunachilar. Mana quloq, mana kalla. Bu kimdan ekan aka bular? Xabaringiz yo'q? Lekin ko'z tegmasin, zo'r ekan sog'liq. Kallalari, quloqlarini ham ko'ringlar, hurmatli obunachilar mana. Bu safar ana shunaqasidan bo'lsa, xudo xolasa bolasini olib yurgani. Mana sizlarga sifat, haqiqiy go'zallik deydi-yu. Keyingi qo'ralardan bir o'tamiz, Muhammad. Ketdik, mana bu tarafga o'tamiz. Keyingi qismida Vistifka boshlanadi. Musobaqani haqiqiy o'sha qizg'in jarayonlarni qo'yib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Endi hozir bu tayyorgarlik. Qaraganlar yem xashagini berib qarab yuribdi. Nimadirlarga tayyorgarlik qilib yurishdi. Xudo xolasa boshlangandan keyin hakamlarning qarorlarini ham hammasini ko'rsatib beramiz. Mana navbatdagilari. Xudo xolasa Lorenzo ham kelib chekili. Ko'rsatamizmi? Oke, o'tmasam bo'ladi, iltimos. Bu Lorenzo ekanmi aka? Shunday. Lorenzo. Mana. Shu hali internet portlatgani, hurmatli obunachilar. Dam obyotdi mana. Bu o'tgan safar musobaqada ham rosa portlatgan edi. Mana kallalar. Uchi, ana u nima edi? Lorenzo. Mana navbatdagilari. Sizlardanmi aka bu? Qaysi qo'radan ekan bu aka? Ahil jamoni qo'ylari. Ahil jamoni qo'ylari ekan mana hurmatli obunachilar. Mana. Yotgan buldozer 3. Buldozer 3 o'sha ahil jamoasidan hurmatli obunachilar. O'tgan yil ham buni syomka qilgan edik. Buni qizlarini ham ko'rsatgan edik mana. Xudo xolasa hammamizga yaxshiliklar nasib qilsin. Bu yoqda o'sha vodiydan kelishib adashmasam. Assalomu alaykum, Anvar aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Voy, qormanglar hoji aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Olib keldingizmi? Akalar mana. Sifat ko'rmoqchimizlar. Ekranni qarshisiga o'rnashib olinglar. Xudo xolasa sog'lig'i zo'rlar mana Mahmudjon akamda ham bor. Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Keldingizmi? Tuzumsiz? Kunjarada qo'y boqadigan, Teplisada qo'y boqadigan akamiz mana shu odam bo'ladi. Nima bo'ldi? Qo'y olib keldingizmi siz ham? Olib kelmadingizmi? Xudo xolasa keyin safar aka. Kelishim bilmaymiz, sog'liq kelishim bilgan sog'liq olib kelar deymiz. Sog'liqlar bormidi? Zo'rlari bormidi? Xudo xolasa bu safar aka.
Xudo xolisa. Bu kimdan ekan bilmadingizmi? Yo'q, kimdan bilmadim. Lekin sifatli zo'r ekan, ko'z tegmasin. Hammasi qo'zichilik, mana ichib uzgan ekan-a. Kattaroq mana. Ichib uzgan ekan. Akalar mana Xudo xolasa. Ha? Hozir ko'rishamiz. Xudo xolasa. Xo'p, akalar mana shu narsalar yillar davomida bari qonun tozalangan, mana kallalarga, quroqlarga ishlov berilgan. O'zidan o'zi masalan 1 yilda yoki 2 yilda bunaqa paket tushib qoladigan narsa emas akalar. Xudo xolasa kunni kech qilmasdan naslga qiziqqan akalarimiz bir seleksiyani boshlab harakat qilinsa, sekin-sekin mevasini beradi bunaqa narsalar akalar mana. Ko'z tegmasin, sifatlari zo'r ekan. Dumba razrezlarini qarang, dumbalarning tikligini akalar. Haqiqiy go'zal narsalar tushgan ekan. Hozir buni bilamiz. Keyingi qismlarda bir alohida egalaridan bir ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz, lekin hozircha mana faqat ko'rinishini, shu turishini syomka qilib beramiz xolos. Mana bu yoqda navbatdagilari. Uzunligini qaranglar buni. Mana sizlarga sifat. Kommentariyada yozamiz, mana shu musobaqani o'zidan kuzatgani kelganlar bormi akalar? Mana shu vistipga kelganlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, inshaalloh ko'rishamiz. Mana otlarniki ham bo'ladi deyishgan edi, otlarga ham endi yana bitta pavilyon qilib qo'yishibdi. Adashmasam o'sha tarafda bo'ladi shekilli. Joylarni tayyorlab qo'yishibdi. Endi uni ham hozir ko'ramiz. Bo'lsa, uni ham videolarini joylab boramiz. Qisib boya aytganimizdek videolarimiz qism-qism bo'lib chiqadi. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism o'tkazib yubormasdan ko'rishinglarni maslahat beramiz. Quvonchbek, bu sizlardanmi? Sizlar qaysi tarafda? Bu tarafdan. Mana kelar navbatdagilari. Hech qaysi qo'rada deyarli egalari yo'q. Qo'ldan kelganicha qo'y ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Mana kelar. Ular hammasi so'liq shekilli-ya? Ko'z tegmasin, quloqlarni qaranglar, buni hurmatli obunachilar. Bu qaysi qo'radan ekan bilmadinglarmi buni? Farg'ona. Sebatni qizlari bu. Sebat. Quvasoydan ekan. Shedevrni nevaralari deyishyapti. Yo'q, Islomboyev. Islomjon akani qo'ylari bular? Islomjon akani qo'ylari ekan. Sebatni qizlari, Shedevrni nevaralari. bo'ladi. Mana akalar. Do'sti vazirligiga quloqlarni qaranglar. Quloqona kallalar. Ko'z tegmasin, zo'r tushgan ekan. Mana bu yoqda bedabazm bo'lib yotibdi. Kimga qancha kerak bo'lsa yeb yotibdi mana akalar. Qo'chqorlar ekan bular. Xo'p, endi deyarli hech qaysi qo'rada hozir egalarini ko'rganimiz yo'q. Boy aytganimizdek, hozir xotirjam mana bu yoqda pavilyonlarni tayyorlab qo'yishgan. Boshlanish bilan hammasini ma'lumotini olib beramiz. Unda mikrofonda e'lon qilinadi. Kimni qo'chqori, tishi nechta, yoshi qanaqa, bo'yi nechi, vazni qancha, hammasi haqida ma'lumot beriladi. O'shalarni yoritib, joy-joyida joylab berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, qo'ycha anaqa ko'p kelmabdi bu safar. O'tgan safar ko'proq kelgan edi. Inshaalloh hozir qo'ldan kelgancha keyingi qismlarda obzor qilib beramiz. Hozircha mana shular akalar, kuzatib turinglar. Bir yarim soat, 1 soat nari beri yana ikkinchi qismlarni joylab chiqaramiz.